Bundan tashqari 2026-yili mahallada sanoat va xizmat loyihasi orqali 10 mingdan ziyod ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish loyihalarini ishga tushirish uchun 5 trillion so'm kredit beriladi. Kredit foizining milliy valyutada 10% gacha, xorijiy valyutada 4% gacha qismi tadbirkorlik kompaniyasidan qoplab beriladi. Buning uchun ham byudjetdan 400 milliard so'm yo'llantiriladi. Natijada mahallalarda kamida 100 mingta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Har bir mahallada 40 tadan mikro loyihani amalga oshirib, 360 ming aholini ishli qilish uchun mahalla bankirlari va hokim yordamchilariga 2026-yilda yana 7,5 trillion resurs ajratiladi.